Bitta hakim ayol kishini shu toruzruqqa o'xshatganda, mana hozir zo'r o'xshab turibman, 3 ta qo'limda. Qattiq essang otilib tushib ketadi deydi. Bo'sh ushlasang siyg'anib tushib ketadi deydi. Tushundingizmi? Ja, bo'shatib olmanglar ham. Degan qattiq ham qolmadi, qani ketdi ko'rdingizmi? Yigit ketaydi. Uchib ketdimi? U qatiraman demang. Egri qovurg'ada bular, to'g'rilayman demang. Tirsatadi, pishadi shundan. Mashinada ushlab yuring, tek qo'ysa sanchiladi ham. Ehtiyot qilib o'sha olib yuriladi-da. Endi ayollar kerak-da, baribir endi hayotimizda kerak. Ayollarga erkak, erkaklarga ayol kerak. Alloh juft qilib yaratgan. Jufti yo'q, faqat Alloh, bitta Alloh. Qul huvallohu ahadun. Alloh aytadi: "Qul ey Muhammad ayting, huvalloh, u Alloh ahadun, bittaman" deydi. Bir muslimat Habibadan so'rashdi. Ko'p xotinlik haqida fikringiz qanday? Haligi Habiba aytdiki, Alloh Qur'onda muboh qilib qo'ygan narsa ish ustida meni fikrim bo'lish kerakmi? Mana haqiqiy mu'minlarning javobi. Alloh ruxsat berib qo'ygan narsa ustida meni fikrim bo'lish kerakmi? Ya'ni qaytarib aytaman, Alloh va payg'ambarning so'zi turganda mu'min taslim bo'ladi xolos. Fikrni bildirmaydi. Fikrni bildirmaydi. Alloh taolo aytadi: "Bandam, sen men uchun men xohlagandek bo'lgin, men ham sen uchun sen xohlagandek bo'laman. Senga nima foydali ekanini menga gapirma. Sen ham xohlaysan, men ham xohlayman. Agar sen men xohlagan ishda menga taslim bo'lsang, sen